kranial nervlarning birinchisi hisoblangan olfaktory nerv haqida gaplashamiz. Bu nervning vazifasi smell, ya'ni hidlash vazifasini bajaradi. Faqatgina sezgi, hidlash vazifasini bajaradi. Demak, bu nervni dastlab diagrammasini chiqarib olamiz. Burun bo'shlig'imizda mukozasi bor, ya'ni shilliq qavati bor, bilamiz. Bu yerda olfaktory nervni birinchisi shu nazal mukozada yotadi. Normalda odatda aytganim bu neyronni tanasi deydigan bo'lsak, bu yerlar esa retseptorlar. Nazal mukozadagi retseptorlar hisoblanadi va g'alvirsimon suyakda joylashgan teshikchalar lamina cribrifora, ya'ni cribriform teshikchalari orqali bu nerv aksonlari o'tadi. Ikkinchi neyron tanasiga borib ulanadi. Ikkinchi neyron tanasi bo'lsa bulbus olfaktoriusda joylashgan bo'ladi. Bulbus olfaktoriusda joylashgan bo'ladi. Mana bu yerda, demak, ikkinchi neyronni tanasini bu yerga tizsak, o'zi 3 neyronlik yo'l hisoblanadi. Olfaktory nervda 3 neyronlik hisoblanadi. Demak, birinchi neyronni nazal mukozada joylashtirdik. Ikkinchi neyron tanasini esa bulbus olfaktoriusda joylashtirdik. Bulbus olfaktorius. Mana bu qism bulbus olfaktorius deyiladi. Bu qism bo'lsa cribriform teshikchalar, lamina cribriforalar hisoblanadi. Ya'ni g'alvirsimon suyakda joylashgan teshikchalar. Uchinchi neyron tanasi bo'lsa, mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Ya'ni trigonium olfaktoriusda. Trigonium olfaktoriusda joylashgan bo'ladi. Cribriformlardan o'tdi, bulbusga kirdi va bulbusdan trigonium olfaktoriusga borib 3-chi neyron tanasiga ulandi. Demak, bular dendritlar, bilamiz, dendritlar ma'lumotni qabul qiladi tashqaridan. U nazal mukozada joylashgan. Nazal mukozada joylashgan birinchi neyron tanasiga ma'lumotni uzatdi. Birinchi neyron tanasi bo'lsa, bulbus olfaktoriusdagi ikkinchi neyron tanasiga ma'lumotni uzatdi va bu ma'lumot 3-chi neyron tanasiga uzatildi. U trigonium olfaktoriusda joylashgan. Endi ma'lumot boradi qayerga? Chakka sohasidagi hidlov markaziga uzatiladi. Hidlov markaziga uzatiladi. Endi nazal o'sha olfaktory nerv ikkala tomondan ham ma'lumotni qabul qiladi. Shuning uchun korteksda joylashgan zararlanish ko'pincha hid buzilishiga sabab bo'lmaydi. Ya'ni zararlanishni bu yerda desak, zararlanish, misol uchun right left deydigan bo'lsak, right tomonda zararlanish bo'lsa, hid buzilishiga ko'pincha sabab bo'lmaydi. Lekin mana bu tomondagi zararlanishlar bir tomonlama hid sezishni buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu ko'pincha boshdagi o'smalar, o'sha trigonium olfaktoriusga bosuvchi qanaqadir o'smalar ko'pincha bir tomonlama hid sezishni buzishiga sabab bo'lishi mumkin. Demak, qayta tushuntiraman. Birinchi neyron qayerda joylashgan desak, nazal mukozada joylashgan bo'ladi. Bu mana birinchi neyron tanas, nukleus. Va u ma'lumotni o'sha mukozada joylashgan dendritlar orqali qabul qilib, aksonlar orqali bulbus olfaktoriusda joylashgan ikkinchi neyron tanasiga uzatadi. Ikkinchi neyron o'zidagi ma'lumotni 3-chi neyron, ya'ni trigonium olfaktoriusda joylashgan 3-chi neyron tanasiga uzatadi. Va korteksdan ikki tomonlama ma'lumot uzatadi. Korteksga, misol uchun, mana bu o'zini tomonidan yurib bordi, lekin nukleusni boshqasi bo'lsa, qarama-qarshi tomonga ma'lumotni berdi. Shuning uchun agar korteksda zararlanish bo'lsa, demak, ko'pincha hid sezishni buzmaydi. Hid sezishda o'zgarish bo'lmaydi. Misol, insultlar kelishi mumkin, bir tomonlama zararlanish hid sezishida o'zgarish kuzatmaymiz. Demak, yana qaytaramiz. Demak, olfaktory nerv birinchi neyron tanasi mana hid kirdi, dendrit orqali mukozaga kirdi. Mukozada birinchi neyron tanasi joylashgan va u cribriform teshikchalar orqali bulbus olfaktoriusga uzatiladi va olfaktory trakt orqali olfaktory trigoniumga ma'lumot uzatiladi. Bu yerda 3-chi neyron tanasi joylashgan va korteksga ma'lumot jo'natiladi.
Bu demak olfaktoriy nervni diagrammasi hisoblanadi. Endi klinikal holatlar, ya'ni olfaktoriy nervni buzilishlari, misol uchun bu bo'lishi mumkin anasmiya. Hid sezmaslik. Bu o'sha ikki tomonlama hid sezmaslik, bu gripp holatlari yoki ORV, masalan COVIDda ham hid sezish buzilib qoldi. Bu o'sha tomonlama hid sezish ko'pincha yallig'lanish jarayonlarida kuzatiladi. Yoki bo'lmasam nazal yo'llarda qanaqadir blokaj, yopiliq burun yo'llaridagi to'siqlar, yoki bo'lishi mumkin travmalar. O'sha burun bo'shlig'idagi mana suvaklar sinadigan bo'lsa, ma'lumot yuqoriga uzatilmaydi. Travmalar bu o'sha hid sezishni buzishga, ya'ni anasmiyaga sabab bo'lishi mumkin. Yoki zararlanishlar, patologik zararlanishlar yoki sentral nerv sistemani degenerativ buzilishlari ham bu anasmiyaga sabab bo'lishi mumkin. Endi dizasmiya nima desa, dizasmiya mana parasmiya hamda fantasmiya bilan ajratiladi. Bu hid sezishni buzilishi dizasmiya. Endi bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Parasmiya nima? Parasmiya bu avval normal bo'lgan hidlar yoqimsiz tuyulishi. Bu bo'lishi mumkin chronic nasal congestion, ya'ni doimiy burun bitishlarida yoki sinusit, xronik davom etsa sinusitlarda hidlar yoqimsiz tuyuladi yoki boshda o'tkazilgan travmalar o'sha parasmiyaga sabab bo'lishi mumkin. Endi fantasmiya nima? Fantasmiya bu misol atrof muhitda bo'lmagan hidlarni bor deb tasavvur qilish, ya'ni yoqimsiz hidlarni bor deb tasavvur qilish. Bu bo'lishi mumkin mana yallig'lanish, sinuslarni yallig'lanishi. Bu yerda yiring bo'ladi. Yiring, misol tashqarida hid bo'lmasa ham burunga qanaqadir yoqimsiz hid beradi. Bu ham bo'lishi mumkin. Yoki ba'zi bir dorilar boshda o'tkazilgan, boshda paydo bo'lgan tumorlar, ya'ni o'smalar ham shu fantasmiyaga sabab bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam fantasmiya bu epilepsiyalarni oldinda, misol uchun auralar deymiz, aura paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni epilepsiya bo'lishdan oldin atrof muhitda qanaqadir yoqimsiz hid sezadi bemor va o'sha epilepsiya jarayoni boshlanadi. Ya'ni turli xil auralarda ham shu fantasmiya bo'lishi mumkin. Endi bu nervni qanday tekshiramiz? Shuni bir ko'rib chiqamiz. Kranial nervlarning birinchisi hisoblangan olfaktoriusni tekshirishni o'rganamiz. Bunda dastlab bemordan burun yo'llariga baho bera olamiz. Bemordan burnini bir tomonlama yopishini so'raymiz va nafas olishini so'raymiz. Nafas oling. Endi o'zgartiring. Demak, burun yo'llari silliq, ravon, havo yaxshi kirib chiqyapti. Bu nima uchun? Misol burun yo'llarida qanaqadir to'siqlar bo'lsa ham hid bilishda o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin yoki bir tomonlama hid sezmaslikka sabab bo'lishi mumkin. Endi biz kranial nervlarda o'sha birinchi hisoblangan olfaktorius nerviga baho beramiz. Bunda bemor avvaldan tanish bo'lgan hidlardan foydalanamiz, lekin bemor bu hidlarning qaysiligini aytmaymiz va ko'zini yumishini so'raymiz. Bitta burningizni bekiting. Hidli. Qarang. Kofe. Demak, to'g'ri topdilar. Birinchisi bizda kofe hidi edi. Endi ikkinchisini hidlatamiz. Endi ko'z yumib bunisini. Bu tarafni bekiting. Hidli. Limon. Limon. Demak, ikkala hidni ham yaxshi topdi. Demak, bu bemorimizni hidlov nervi yaxshi ishlamoqda. Agarda qanaqadir muammolar bo'lsa, misol uchun anasmiya, hid sezmaslik, bemor aytadiki, hid sezmayapman. Yoki bo'lsa gipasmiya, hid sezish pasayishi, giperasmiya, dizasmiya yoki qanaqadir hidlov gallyutsinatsiyalari bo'lishi mumkin bemorda. Ya'ni atrofda yo'q hidni bor deb tasavvur qilish. Bu o'sha hidlov nervini buzilganligini ko'rsatuvchi omillar hisoblanadi. Demak, kranial nervlar tekshirishimizda dastlab birinchisini shunaqa baho beramiz.